Assalomu alaykum aziz-singillar. Bugun o'tiladigan darsimiz bo'lsa, oilamizda bo'ljirgan murabbas tayyorlash usuli. Buni ketilgan materiallar bo'lsa, buningdek bo'ljirgandan muvofiq miqdorda. Lekin shu har qanday bir qochingizda o'lchaganmisangiz, mush qochingizda bir qoch 5 qocha bo'ljirgan olganmisangiz, shu o'xshash qochida 4 qocha shekar quyib, ustiga quyib qo'ygandan keyin to'nglatquda bir kecha turgandan keyin to'nglatquda bir kecha turgandan keyin bu bo'ljirganning suvi chiqadi. Suvi chiqqan chog'da biz buni 15 minutdan 3-4 qatam qaynatib, ko'pikchilarni elib tayyor qilsak bo'ladi. Biz buningdek bo'ljirganni 5 qochini buningdek sirliq qochlarga yoki sopol qochlarga qaytamiz xonimlar. Bumuz buzilib qoldi. Mana 5 qocha bo'ljirgan quyib oldik. Undan keyin bunun üstüne şu o'xshash qochadagi shekardan 4 qocha qo'yman xonimlar. Mana qizlar, mana tayyor qilgan bo'ljirganimizning tepiga mana 4 qocha shekarni qo'yib qo'ydik. Bu bir kecha turgandan keyin to'nglatquning bizga saqlash bo'limchasida suvi chiqadi. Suvi chiqqandan keyin buni qaynatamiz. Mana xonimlar, mana bir kecha turgandan keyin shunday suvi chiqdi, mana bo'ljirganni. Endi buni suz o't qaynatib, 15 minut qaynatib, to'xtatib, 3-4 qatam qaynatib olamiz. Mana xonimlar, shuna qaynaganda o'tni suv salat ekilib, buni ko'pikchilarini ovatimiz xonimlar. Ko'pikchilarini ovatimiz, buningda ko'pikchilarini. Bunu 3-4 qatam shunday 15 minutdan qaynatsak, keyin mavo bizniki murabbayimiz tayyor bo'ldi xonimlar. Endi tayyor bo'lgan kalitini ko'raylik. Mana qizlar, bo'ljirgan murabbasi tayyor bo'ldi. Buni shu o'zbekcha to'rt pishiriqlarni pishirgan vaqtimizda yuziga sepsak bo'ldi va boshqa pishiriqlar ishlatsak bo'ldi xonimlar. Mannalar meylab isonsam shunday yaxshi bo'ldi ekan. Shunday qaramtul keldi bu pishgan chog'da. Buni uzun muddat saqlab yesangiz hech nima bo'lmaydi qizlar. Buni shu og'zi etik, ham etilgan ayna qutlar qashlab iste'mol qilishga uzun muddat saqlab yeyishga bo'ldi.